Tana va ong osti transformatsiyasi nomli sog'liqni dori-darmonsiz tiklash mashg'ulotlarimizni bugun 7-kuni. Bugun katta mavzulardan biri erkak va ayol munosabatlari haqida gaplashdik va bo'g'imla mashqini qilishni boshladik. Bo'g'imla mashqini bajarib bo'lganimizdan so'ng erkaklar uchun alohida urologik avtomassaj o'rgatildi, ayollar uchun ham ginekologik avtomassaj tushuntirib berildi va alohida guruhlarga ulandi. U yerda o'z mashqlarini doimiy bajarib yurishlari mumkin bo'ladi. Ko'z mashqlari, ichki organlar faoliyatini tiklovchi maxsus psixologik mashqlarimizni ham tugatdik va bugungi 7-kunni yakunlab ishtirokchilarimiz bilan yuqori kayfiyatda xayrlashdik. Meni ismim Gulnoza. Hozir sog'lomlashtirish darsidaman. Bugun 7-kun. Mazza qilyapmiz. Masalan, kelganimda 1-kundan 2-kun, 3-kun, 7-kun, 10-kunda shu darajada настроениyalarimiz ko'tarilib sog'lomlashib ketamiz. Haqiqatdan shunaqa. Men bu darsni 4-5 o'qishim. Juda mazza qilyapmiz. Shavkat aka sog' bo'lsinlar, Gulshodaxon sog' bo'lsinlar. Rahmat ustozlarimizga.